Yolg'on bilan haqiqat bir kuni yo'lda uchrashib qoldi. Yo'lda ketayotsa, yolg'on haqiqatga qarab aytibdiki, "Havoni go'zalligini qara, bir daryoda cho'milmaymizmi?" debdi. Yolg'onni yomonligidan xabar bo'lsa ham, haqiqat aytibdiki, "Mayli, cho'milamiz" debdi. Daryoni bo'yiga borib turib, yolg'on kiyimlarini yechib, suvga o'zini otib yuboribdi. Keyin aytibdiki, haqiqatga qarab, "Kel, suv juda iliq ekan, maza qilib cho'milamiz" debdi. Boshida haqiqat yolg'onni gapiga ishonmabdi, lekin borib qo'lini suvga tekkizib ko'rsa, suv rostdan ham iliq ekan. Keyin o'ylabdiki, "Ey Xudoyim, yolg'onga ham insof kirib qopti-da, to'g'ri yo'lga qaytdi-da" deb turib, kiyimlarini yechib, haqiqat ham suvga sho'ng'ib ketibdi. Haqiqat maza qilib suvda cho'milayotsa, yolg'on suvdan shartta chiqdi-da, haqiqatning kiyimlarini kiyib qochib ketibdi. Keyin yolg'on qochib ketgandan keyin haqiqat nima qilarini bilmasdan chiqibdi-da, yolg'onni iflos, kir kiyimlarini kiyib yo'lda davom etdi. O'sha kundan boshlab yolg'on haqiqatni go'zal kiyimlarda, chiroyli kiyimlarda odamlarga ko'rinib, ularni aldab yurar ekan. Uni chiroyli, jimjimador, tillolarga burkangan kiyimlarda ko'rgan odamlar uni haqiqat deb o'ylab, yolg'onga ishonib, ko'p aldanishar ekan. O'sha kundan boshlab haqiqat esa yolg'onni iflos kiyimlarni kiyishga majbur bo'lib, yo'lda odamlarga o'zini qanchalik rostligini isbotlashga harakat qilsa ham, uni yolg'onni iflos kiyimlarda ko'rgan odamlar ishonishmas ekan. Haqiqat o'zini qanchalik adolatini, haqligini isbotlashga, ko'rsatishga urinmasin, odamlar uni yolg'onni kiyimida ko'rgani uchun tan olishmas ekan. Lekin bitta joyda haqiqiy rostgo'ylikni sevadigan insonlar haqiqatni farqlay olishar ekan. Bu nima desa, ko'zlaridan. Yolg'on qanchalik o'zini jimjimador ko'rsatishga harakat qilmasin, uni ko'zi iflosligini sotib qo'yaverar ekan. Haqiqat yolg'onni kir kiyimlarda yurmasin, uni murg'ak, haqni istovchi ko'zlari haqni sevuvchilarga bilinaverar ekan. Shuning uchun haqiqat qanchalik kir bo'lmasin, u bir joyi bilan, bir xislati bilan doim oshkor bo'laveradi. Yolg'on o'zini qanchalik haqligini isbotlashga harakat qilmasin, jimjimador ko'rinmasin, baribir ko'zi uni sotib qo'yaverar ekan. Shunaqa gaplar.